Amerika qatorliq davlatlar 7 davlat boshliqlari yig'iniga qatnashayotgan mezgilda Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Shi Jinping Xitoyning Xi'an shahrida O'rta Osiyodagi 5 davlat boshliqlari bilan uchrashib, Xitoy O'rta Osiyo davlatlari hamkorligini yuqori pallaga ko'tarishning dag'dug'isini qilgan. 5-oyning 18-kuni Nyu-York vaqti gazetasi to'g'rida e'lon qilingan Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari boshliqlari yig'ini 7 davlat boshliqlari yig'ini bilan raqobatlashyapti nomli maqolada ko'rsatilishicha, Xitoy O'rta Osiyo davlat boshliqlari uchrashishining bir muhim maqsadi Xitoy o'zi bilan bir yo'lda mangdigan hamrohlarini yeniga tortib, Amerika boshchiligidagi dunyo tartibiga taqobil qilmoqchi. Xitoyning maqsadi hozirgi dunyo tartibini cheklash va uning ustidan g'olib kelish. Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari boshliqlari yig'ini 7 davlat boshliqlari yig'inidan bir kun burun ochilgan bo'lib, dunyodagi eng boy va demokratik davlatlarning rahbarlari bir yerga jam bo'lib, Xitoyning kunsiri kuchayayotgan zo'migardligiga qanday taqobil turish va savdo tijoratda Xitoyga tayinib qilishni qanday azaytish masalalarini muzokara qildi ekan. Turkiya Hacettepe Universiteti o'qituvchisi doktor Erkin Akram Amerika bilan Xitoyning har ikkisining o'ziga yaqin davlatlarni atrofiga to'plab, bir-biriga qarshi kuch hosil qilayotganligini, ammo keskin jang jidalga sabab bo'ladigan qutblashish bosqichiga kelmaganligini bildirib, mundaq dedi. Hozirgi dunyoda shu ikki qutblashish masalasi ko'rinyotadi, ammo bu texi muqimlashgan bir ahvol emas. Bu taraqqiyotning texi boshlang'ishda. Xitoy Amerikaga taqobil turish uchun nurg'un o'ziga yaqin va yoqingan davlatlarni yeniga ilib o'zining kuchini kuchlantirishga tirishyapti, ya'ni taqobil kuchini. Amerika mana shunday g'arbliklarni yeniga ilib turib kuchini kuchlantirishga tirishyapti. Ya'ni har ikki kuch bir-biriga taqobil turishninki kurashni qilyapti hozir. Ammo bu ikki qutblashma hamon bir jangga kirdigan bir ahvol hozir ko'rinmayotdi. Balki bo'lish mumkin. Ammo u hozirgi shartlarga qarag'an chaqda muhitlarga qarag'an chaqda u to'shmagandek turdi. Amerika Xitoyninki o'rtaq hal qiladigan dunyoninki nurg'un ishlari bor. Hamda nurg'un davlatlarmi Xitoy bilan Amerikaninki orasida bir jang jidal chiqishni xohlamayotdi. Shuningga bu ikki qutblashma ko'rinyotdi, ammo sovuq urushda bo'lgandek yoki birinchi ikkinchi dunyo urushida bo'lgandek to'pyekun bir jang ahvoliga kamidi deb o'ylayman. Maqolada aytilishicha, 7 davlat boshliqlari yig'inida Ukrainadagi urushdan ojizlab ketgan Rossiyaning O'rta Osiyoga bo'lgan ta'sirining ojizlashganligi, uni fursat deb bilgan Xitoyning O'rta Osiyoda Rossiya qoldirib qo'ygan bo'shliqni to'ldirishga kuchayotganligi muhokama temalaridan biri bo'lgan. Xitoy hozir Rossiya prezidenti Putinni g'azablantirmaslik uchun bir yoqdan Rossiyani qo'llab, bir yoqdan O'rta Osiyoda xohlaganini qilish uchun bu rayondagi davlat katiboshlarining ko'nglini olishga urinayotgan bo'lib, amaliyotda bu yerda nihoyat mushkul diplomatiya usuli o'ynamoqda ekan. Doktor Erkin Akram apandi Xitoyning bu yerda haqiqatan fursatparastlik qilayotganligini, ammo O'rta Osiyo davlatlarining Xitoyga ehtiyoji borligini bildirib, mundaq dedi. Rossiyaning bu Ukraina urushidan topayli dunyoning bo'libmi g'arb davlatlarini Rossiyaga ilib borgan embargo bor. Bu iqtisod jihatdan, finans jihatdan, diplomasiya, siyosiy jihatdan, hozir shu jang jihatdan g'arb davlatlari Ukrainani qo'llayotdi. Bunda bir paytda Rossiyaninki kuchi ojizlayotdi. O'rta Osiyodagi ta'sir kuchi ojizlayotdi. Bu bo'lsa Xitoyninki O'rta Osiyoda kuchini tiklash, kuch doirasini kengaytirish jihatda bir fursat yaratgan bo'ldi. Burun Xitoy O'rta Osiyoda bir harakat qilgan chaqda cho'qim Rossiya bilan ko'rishib, so'zlashib, undan kim boshlatdi. Hozir hamda uni qilishning kimi ehtiyoj qolmadi. Ikkinchidan bu O'rta Osiyodagi davlatlarmi Xitoydagi ham mablag' sog'uvchi hamda cho'ng bozorga ega bo'lgan bir davlatga muhtoj. Shuningga bu ikki tarafning munosabatini yaqinlashtiradigan bunda omillarmi bor bu yerda. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu yil Qozog'iston bilan O'zbekistonni ziyorat qilganda ularni g'arb ellarining embargosiga uchragan Rossiyaga yordam bermaslikka chaqirgan edi. Qozog'istonda yashayotgan geoiqtisod mutaxassisi Sharifjon Nadirov
cho'ng geosiyosiy kuchlar o'rtasidagi ziddiyatning kuchayayotganligini, bularning orasida qolgan Qozog'istonga o'xshash davlatlarning ham afzalligi ham falokatga yaqin ekanligini, har ikki yoqdan teng foydalanishga eng muhimi texnika va sifat safoda o'zini kuchlantirishi kerakligini ta'kidlab, mundaq dedi. Yevropa davlatlari Xitoyninki eng cho'ng shrep bu mundaq aytqanda, iqtisod tarafdan. Xitoy, hozirgi Xitoy, zamonaviy Xitoy o'sha darajaga Amerika orqali, Yevropa orqali yetdi. G'arb davlatlari texnologiya tarafdan kichkina Xitoyni cheklayapti. Dunyoviy cho'ng geosiyosiy mamlakatlarining arsada ziddiyatlik menimcha kuchaydi. Ko'p mamlakatlar Qozog'istonni e'lon, O'rta Osiyo davlatlari e'lon, Ukraina e'lon, ular buferlik bir territoriya. Eng cho'ng geosiyosat markazlari arasida tumanning foydasi bor, ziyni bor. Endi bizningki shunday buferlik o'rni bilan foydalanib, bu mamlakatlar shu cho'ng geosiyosatlik merkezlere raqobat tarafdan ular bilan bir darajaga yetish mumkin deb o'ylayman. Qozog'iston birinchi navbatda sapa tarafdan yuqori darajaga, texnologiyalik darajalar bizda yuqoriroq bo'lishi kerak. Shu vaqtda biz qarshi kelaolmaymiz. Atlantik Kengashi Xitoy masalalari xalqaro tadqiqot markazining tadqiqotchisi Niva Yavning so'ziga qaraganda, G'arb ellari O'rta Osiyoga qanchaki yaqinlashsa, Xitoy O'rta Osiyoni ulardan shuncha qizg'indi ekan. Xitoyning bu qatim ochgan O'rta Osiyo davlat boshliqlari yig'inimi O'rta Osiyoni texmi xotirjam qilish, Xitoyni ularning eng yaxshi qo'shnisi va yordam beruvchisi qilib ko'rsatishni maqsad qilgan ekan. Yuqorqi maqolada mundaq deyilgan: Xitoyning O'rta Osiyoga qiziqishidagi sabab Xitoy uzundan buyon Xinjiangdagi zo'ravonlik voqealari va milliy ziddiyatning keskinlashib ketishidan ansirab keldi. Bu rayon O'rta Osiyo bilan qo'shna. Shunga Xitoy O'rta Osiyo iqtisodini gullantirishni Xinjiangni texmi muqim qilishning bir usuli deb qaraydi. Birlashma Atlantik gazetining Twitterga yo'llagan uchurga qaraganda, Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Shi Jinping 5-oyning 19-kuni Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari boshliqlari yig'inida Xitoyning O'rta Osiyo davlatlariga 26 milliard yuan moliya yordami va haqsiz yordam berdiganligini jakolagan. Tadqiqotchi Niva Yav Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari boshliqlari yig'iniga izchil diqqat qilib kelayotgan mutaxassislardan biri bo'lib, 5-oyning 17-kuni yo'llagan Twitterda mundaq degan: Bu qatim Qirg'iziston bilan Xitoyning tuzgan kelishimida iqtisodiy faoliyatlar ko'p emas, xavfsizlik munosabati muhim salmoqni egallagan. Qozog'iston bilan Xitoy suhbat o'tkazganda Xinjiangni nazardan saqit qildi. Amaliyotda Qozog'istonda Xitoydan kelgan 500 ming qozoq fuqarosi bor. Sharifjon Nadirov apandi O'rta Osiyo davlatlarining ikki cho'ng siyosiy kuch orasida tangponglikni saqlashi kerakligini, bu davlatdagi boshliqlarning Putinning oldiga bormasa, Shi Jinpingning oldiga berishga majbur ekanligini bildirib, mundaq dedi: Uni men burun bilgan, o'sha O'rta Osiyoning prezidentlari bordi deb. Menimcha, ularga ancha ko'p diqqat berish lozim emas. Sababi bu ikki mamlakat Rossiya bilan Xitoy ular Osiyo mamlakatlari bilan nayt qo'yiq iqtisod jihatdan hamkorlashadi. Mushu prezidentlar bizniki Si Jinpingning oldiga berish kerak. Hozir biz mustaqillik davlat, biroq Rossiya bilan Xitoy tarafdan endi iqtisod besim degani bo'lmaydi. Menimcha bu yerda hech qanday hechnima yo'q. Bu odatdagi munosabat mamlakatlarniki geosiyosat mamlakatlar albatta kontrol qildi, qonuniyat. Endi menimcha bir yangilik odamni hayron qoldiradigan bir natijaga bular kelmaydi. Sababi mushu iqtisod bog'lanishni kuchaytirish. Xalaymizmi, xalmaymizmi, Xitoy bilan biz majbur, albatta Xitoy iqtisod tarafdan qarshi chiqish u noto'g'ri. Sababi geografiyalik o'rni shunaqa Qozog'istonniki. O'zbekiston bo'lsin, Qirg'iziston bo'lsin, iqtisod g'ayrati, texnologiya g'ayrati tuban. Yevropaniki mamlakatlari hamsi ko'p narsani tutib oldi. Bizga iqtisod munosabatning geografiyasini kengaytirib, shu Yevropa bilan kuchaytsak, u baribir Amerika bilan kuchaytgan bo'ldi. Kanada bilan Amerika do'st bo'lgan, u Xitoyga dushman bo'lgan emas. Har bir mamlakat o'zining manfaatini o'ylaydi u. Tadqiqotchi Niva Yav 5-oyning 19-kuni yo'llagan Twitterda
Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari boshliqlari yig'inida 82 turli kelishim tuzilganligini va buning ikki taraf o'tirisida elib berilgan suhbat yig'inlar ichida tarixiy rekord yaratganligini bildirgan. O'zbekiston garchi Xitoy bilan keyinroq yaqinlashgan davlat bo'lsa-mu, ammo Xitoy bilan tuzishgan kelishim va bayonnomalari 28 turga yetgan. Qozog'istonning 7 turlik, Qirg'izistonning 11 turlik, Tojikistonning 18 turlik bo'lgan. Nevayevning qarashicha, Xitoyning bu yig'inni echishdagi tub maqsadi O'rta Osiyo davlatlaridan foydalanish. Ammo Tayvanga hujum qilish uchun xalqaroda Xitoyni qo'llaydigan kuchlarni to'plashni bakrak maqsad qildi ekan. Sharifjon Nadirov apandining aytishicha, Xitoyning O'rta Osiyo davlatlariga yurish qilishdagi oxirgi maqsadi bu rayondagi boyliqdan foydalanish, yumshoq kuchdan foydalanish, harbiy kuch jihatda bo'ysundirish emas. Chunki buning imkoniyati yo'q deyarlik. Xitoy bizga besim qilib, harbiy besim hech qachon qilmaydi. Xitoyning harbiy kuchini foydalanib bizni qo'shib oldi degan u quruq so'z. Xitoyningki bir temsil barka maqolasi Xitoy xalqiniki. Agarda dunyo yuzini egleme desang yol yasadi. Ular mana mushu İpek yolu hazır iki imperiya, Rim imperiyasi ve Xitoy imperiyasi arasida hazır başqacha o yol hazır Afrikaga keldi. Endi Xitoyningki artıqçılığın var, kamçılıkların var. O hemsi var. Amerika'da mı, Rusya'da mı? Endi gelecekte Xitoyningki rehberleri kaç yol bile ketdi. Qanday chora tadbirlarni qo'llandi. Uni hozir bir nima deb aytish qiyin. Doktor Erkin Akrem efendimi Xitoyning O'rta Osiyoni o'z oldiga egallab olishining qiyin ekanligini, G'arb ellari va Rossiyaning buningga qarab turmaydiganligini bildirib, mundaq dedi. Hamda Rossiya Xitoyningki O'rta Osiyoda ta'sir doirasini kengaytirish va ta'sir kuchini kuchlantirish jihati qarab turmaydi. Umi tarixiy va an'anaviy bo'libmi xavfsizlik jihatda yaqin munosabatlar bor. Undan keyin O'rta Osiyo davlatlari, bu Rossiyaningki Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik tashkiloti deymiz. Undan keyin bu mustaqil davlatlar birligi deymiz. Bular hamsi Rossiyaningki ta'sirisida bo'lgan bir tashkilotlar, hamda O'rta Osiyo davlatlari ular bilan yaqin. Ikkinchidan hamda g'arbliklar, Yevropa va Amerika O'rta Osiyoda Xitoyning kuchini bunday kuchlanib ketishni xohlamaydi, chunki Yevropa O'rta Osiyoda nurg'un faoliyatlari bor. Amerika shunda bu rayonda o'zininki bir manfaatini qo'g'dab qilish uchun tirishib kelyapti. O'rta Osiyo davlatlari yolg'izla Xitoyga biqinish emas, balki Rossiya bilan bo'lgan an'anaviy munosabatlarni, G'arb bilan, Yevropa, Amerika bilan bo'lgan munosabatni ma'lum saviyada taraqqiy qilishni, bo'libmi Xitoy bilan tijoriy, iqtisodiy, energiya jihatdagi munosabatni texmi kuchlantirishga tirishidi deb o'ylayman. Bunda bir paytda Xitoy yolg'iz beshiga O'rta Osiyoni boshquradigan yoki O'rta Osiyoni yolg'iz beshiga beqindira oladigan bir ehtimol biroz to'van deb ko'raman.